Yo'lda kelayotganda mazgimni qoqib, tezroq keling, yuk tushirib olaman deb asabni yediz do'stim. Kelgandan keyin yo'qsizda. Shu eshigingiz tagiga olib kelib olsak bo'ldi, ko'ngilchasi to'q ekanda, keyin yukim kelib oldi, endi bu yerga bemalol qilaman. 3 kun bo'ldi, hali yuk tushirganingiz yo'q. Tamojiningiz qilmayapti, bu boshqa. Shunday tamojining shunaqa muammolari borligini bilasiz. Nimaga bizni uxlatmasdan tezroq bo'ling, klientim kutyapti, shoshiltirasiz bo'lmasa yo'lda. Mana 3 kundan beri sizni kutayotganmiz-ku, siz nima kuta olmaysizmi bir kun, 2 kun? Rossiyadan, Turkiyadan haydab kelyapti shofyorlar. Sovuqlarda baloni yorilsa, mashina bir problemasi chiqib qolsa, sen -15, -20 gradusda mashina tagiga kirib ko'rgin bilasan keyin do'stim. Odam asabiga tegma unday. Ayrim yuk beruvchilar, yuk egalari. Eshik tagiga kelgandan keyin telefon qilib, aka, hujjatlarni ofisga olib bera olmaysizmi dedi menga aytadi. Undan ko'ra, kel bitta ish qilay dedim. Yukini men bozorga olib borib sotib, pulini olib borib bersamchi dedim. Shaxsiy, xizmatkorimiz sizni водитель. Tushunmay qolaman. 7000, 8000 kilometrga borib kelyapti-da, eshigingiz kelganda kelmaysiz ham, hujjatingizni ham olib ketmaysiz, boramiz-da bemalol. Yuk kelib oldi, eng muhimi shu deb o'ylaydi. Hamma shuni olib qolgan, o'zini foydasi. Eshigini oldiga olib kelib olsa bo'ldi, ko'ngil to'q. Endi bu yerga bemalol qimillaymiz. Shofyordan bola chaqasi bor, tezroq uyga borsin, bir oydan beri bormagan degan fikr gitara sizlarga. Shunaqa menga o'xshagan asab qilganlar bo'lsa, kommentariyga bir fikr qoldiringlar, shofyor akalar, ukalar.